Ideal Kreativ Studiyasi. Mana shu sinfdoshlarimiz bilan 11 yil davomida bir sinfda o'qib katta bo'ldik. Bolalik davrimiz birga o'tdi. Barchasi o'qishga kirish niyatida. Barchasiga omad tilayman. Xudo xohlasa 25-may so'nggi qo'ng'iroqni ham birgalikda shunday baxtli quvnoq o'tkazishimizga tilakdoshman. Qo'ng'iroq 25-mayga fotosessiya jarayonlari ketmoqda. Bugungi kunimiz eng quvonchli, eng zo'r, eng quvnoq kunlarimizdan bittasi bo'ldi. Bugungi kunimiz tarixda muhrlanib qoladi. Buning uchun Ideal Kreativ Studiyasiga kattakon rahmat. Tilayman. Mana 11 yil vaqtimiz ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Endi nima ham deymiz? Maktabda o'tgan davrlarni, o'qituvchilarimni, sinfdoshlarimni sog'inaman. Endi shu sinfdoshlarimga kattakon yutuqlarga erishishini, o'qishlariga kirib ketishini tilab qolaman.